Assalomu alaykum do'stlar. Bugun yana sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Detox darslarimizni yana davom ettirgan holda bugun sizlar bilan shartnoma jo'natishni ko'rib chiqamiz. O'ylaymanki, kanalimiz rivoji uchun like va podpiska bosib ketishni unutmaysizlar degan umiddaman. Buxgalteriyani o'rganib yurgan yoki o'rganmoqchi bo'lgan do'stlaringizga ham ushbu videoni jo'natib qo'yasizlar degan umiddamiz. Qanunda boshladik. Xo'p, ishni nimadan boshlaymiz? Eng birinchi navbatda shartnomani biz Word variantini tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi. Endi bu shartnomani matnini albatta biz tayyorlamaymiz. Buni o'sha firmamizni yuristi tomonidan bu shartnoma bizga yozib beriladi. Demak, shartnoma mana predmeti, shartnoma summasi, shartnomada nazarda tutilgan o'sha tomonlarning huquq va majburiyatlari, demak, hamma ma'lumotlar demak ko'rsatiladi. Endi bilamiz, demak, shartnomalar turlari har xil bo'ladi. Biz aynan hozir sizlarga xizmat ko'rsatish shartnomasini ko'rsatib bermoqchimiz. Xo'p, aytaylik, mana shu xizmat ko'rsatuvchi firma bu o'zini shartnomasi barcha shartlarni to'liq kiritgan va rekvizitlarni ham kiritgan. Demak, bizning shartnomamiz elektron varianti, Word varianti tayyor. Endi bu shartnomani Detoxda demak jo'natishni hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, detox.uz saytimizga o'tib oldik. Demak, bu yerda shu o'zimizning mana profilimizga kirganmiz. Asosiy oynasi mana shunday holatda demak ochilib turadi. Kiruvchi hamda chiquvchi hujjatlar mana shu yerda hammasi joylashgan bo'ladi. Xo'p, endi ma'lumot uchun aytib o'taman. Demak, mana bu yerda mana hujjatlar mavjud. Hujjatlarning mana bu rangi demak sariq bo'ladigan bo'lsa, demak hali tasdiqlanmagan, o'sha tasdiqlanishi kutilayotgan hujjatlar ko'rsatilgan bo'lib hisoblanadi. Endi biz nima ish qilamiz? Demak, mana bu yerda mana yaratish tugmachasi bor. Yaratish tugmachasini bosamiz. Xo'p. Endi hujjat turini tanlashimiz kerak bo'ladi. Mana hujjat turi, mana shu yerdan shartnoma, demak, mana shuni tanlaymiz. Demak, shartnoma tuzmoqchimiz. Barcha majburiy bo'lgan kataklarni bir boshdan to'ldirib boramiz. Nomi, demak, xizmat ko'rsatish shartnomasi, Xo'p, demak, raqam, aytaylik 3-sonli bo'la qolsin, tuzish joyi o'sha qayerda tuzilayotgan bo'lsa, o'sha kiritiladi. Tuzish sanasi, aytaylik, bugungi sana bilan tuzyapmiz. Endi mana shu mazkur demak shartnomaning amal qilish muddati. Odatda shartnoma joriy yilning oxirigacha amal qiladi deb belgilab qo'yish tavsiya etiladi. Demak, navbatdagi kataklarni to'ldiramiz. Demak, mana bu tomonda sizning ma'lumotlaringiz, bu tomonda esa biz shartnoma tuzayotgan firmani ma'lumotlarini shakllantiramiz. Buning uchun firmani faqatgina o'sha INNisini yozsak, qolgan ma'lumotlarni o'zi to'ldirib beradi. Xo'p. Aytaylik, mana biz yozdik, INNisini yozdik, shunga mos barcha ma'lumotlarni to'ldirib berdi. Demak, o'sha firma infosi, undan tashqari mana bank hisob raqamlari, manzili va hokazo. Odatda bu ma'lumotlar o'sha shartnoma rekvizitlarida demak namoyon bo'ladi. Endi keyingi mazkur jadvalni to'ldirishimiz kerak. Tovar xizmatlar nomi, o'lchov birligi, soni, narxi, yetkazib berish narxi, demak NDSlar va jami summalar, o'shalarni kiritishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi aytaylik, bu xizmat ko'rsatish bo'lganligi uchun biz buxgalteriya xizmatini ko'rsatyapmiz. Keling, buxgalterlik demak xizmati deb yozamiz. Buxgalterlik xizmati. Endi
o'lchov birligi milliy katalogdan identifikatsiya kodini kiritsak, o'zi avtomat shakllanadi. Xo'p, buni MIHIK deb yuritadi. Keling, marketing xizmati. Marketing xizmati bo'la qolsin. Buxgalteriya xizmatimiz marketing xizmati. Marketing xizmati. Xo'p, demak, xizmat soni biz necha marotaba xizmat qilishligimiz, aytaylik 2 marta. Har bitta xizmat narximiz 1 milliondan bo'lsin. 1 milliondan. Demak, jami 2 million bo'lar ekan mazkur shartnomaning qiymati. Agar siz savdo sotiq bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, bir emas, bir nechta sizda tovar yoki xizmatlar bo'lishligi mumkin. Mana plus belgisini bosib, ikkinchi plus belgisini bosib, uchinchi o'sha o'zingizga kerakli bo'lgan mahsulotlarni yoki xizmatlarni yozishingiz mumkin bo'ladi. Endi bizda marketing xizmati dedik, o'shaning uchun bitta. Keling, xizmatlar soni bir marta bo'la qolsin. Narxi 10 million. Xo'p, demak 10 million jami summa bo'ldi. Lekin biz aylanmadan soliq to'lovchimiz, aytaylik, qo'shilgan qiymat soliqi to'lovchisi bo'ladigan bo'lsak, demak 12 ni tanlaymiz. Natijada endi mazkur, demak, bizni shartnomamizning qiymati 11 million 200 bo'ldi. Xo'p, endi yana davom etamiz. Demak, endi mana bu qismlarni to'ldirishimiz kerak. Bu yerda odatda o'sha shartnoma shartlari ko'rsatilgan bo'ladi. Demak, tarkibi, demak, sarlavha yozamiz. Shartnoma predmeti va uni matnini ham kiritib o'tamiz. Biz yuqorida o'sha Word variantini hosil qilib qo'ygan edik. Mana shu Word variantdan olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak, shartnoma predmeti. Demak, bu yog'i endi ketdi. Xo'p, faqat ehtiyot bo'lish kerak. Summasi miqdori, demak, mana shu 2/1 bandini olib tashlar ekanmiz. Chunki bu demak qog'oz variantda tuzilgan shartnoma edi. Xo'p, demak, matnini to'liqligicha kopiya qilib olaman. Ana shu yergacha. Demak, kopiya qildim. Va matn mana. Xo'p, ana endi demak biz hujjatni oldindan ko'rishimiz mumkin, qanday holatdaligini. Ya'ni shartnomamiz qanday holatda bo'lishligini. Marhamat, demak, xizmat ko'rsatish, demak, shartnomasi bu 3-sonli, tuzilayotgan joy va undan tashqari amal qilish muddatlari. Biz kim bilan shartnoma tuzayotganligimiz, shular to'g'risida ma'lumot va endi bu yog'i o'sha demak shartnoma predmeti boshlanib ketdi. Demak, mana bu biz jadvalimiz. Jami 11 million 200, so'z bilan ham o'zi mana 11 million 200 so'm deb yozib ko'rsatib bergan. Va endi bu yog'i o'sha matni. Xo'p, demak, oxirida tomonlarning yuridik manzillari va rekvizitlari, demak, bu yuqoridagi o'sha biz to'ldirgan inini bo'yicha hosil qilindi. Mana. Demak, hammasi to'g'ri. Demak, biz shartnoma jo'natishdan oldin shartnomamiz to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Shartnoma shartlari to'g'ri ekanligiga albatta ishonch hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Hamma ma'lumotlar to'g'riligiga ishonch hosil qilganimizdan keyin imzolash tugmachasini demak bosamiz. Xo'p, demak, o'zimizni kiritamiz. Kiruvchimizni, parolimizni va OK tugmachasini bosamiz. OK tugmachasini bosish natijasida demak bizning mana shu shartnomamiz jo'natiladi. Xo'p. Endi men hozir buni bekor qildim. Bu shartnomani sizlarga ko'rsatish uchun tuzayotgan edik.
Demak, endi bu jo'natgan bizni o'sha shartnomamiz chiquvchi hujjatlarda albatta namoyon bo'ladi, paydo bo'ladi. Mana shu yerda chiquvchi hujjatlarda mana shu yerda demak hosil bo'ladi va u yoq tomonga ham ko'rinadi. Ikkinchi tomon hujjatni tasdiqlaganda demak mana shunday holat ro'y beradi. Demak, yuborilgan, tasdiqlangan. Bu demak o'sha muhr pechat o'rnini albatta bosadi. O'ylaymanki, bu videorolikimiz siz uchun ham foydali, ham manfaatli bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Shu yerda yana bitta ma'lumotni aytib o'tay. Ko'pchilik buxgalterlar demak shartnoma jo'natishda xo'p, o'shani sizlarga hozir ko'rsatib o'taman. Yaratish tugmachasini bosib, demak mana bu yerda erkin shakldagi hujjatni demak tanlab shartnomani mana shu yerdan jo'natadi, erkin shakldagi hujjat sifatida. Endi bunday qilsak ham bo'ladi. Bu erkin shakldagi hujjatlarni jo'natish uchun bizni alohida o'sha videorolikimiz bor, o'tib ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Rahmat.